Hurmatli tadbirkorlar, bugungi tadbirkorlar bilan uchrashuvda tadbirkorlar bilan bo'ladigan muammolar haqida gaplashamiz. Qandaydir muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, nimadir masalalar bo'ladigan bo'lsa, o'zlaringiz tanishtirib aytasiz, masalalaringizni qo'ldan kelgancha yechim qilishga harakat qilamiz aka. Aka, siz nima masalada kelgansiz? Sizning qaroringiz 312 qaror bo'yicha kredit olmoqchisiz 100 million. Endi irodachim ham shu. Chorvachilik bo'yicha qarorga asosan chorvachilikka kredit beramiz haqiqatdan ham. 22% erkak kishi, ayol kishi bo'ladigan bo'lsa 20% dan beramiz. Dellar topshirgan bo'lsangiz, hozirgi kunda ko'rib chiqib tezlashtirib berishga harakat qilamiz aka. Siz aka, ism familiyangiz nima edi? To'xtay Jaloliddin. Nima masalaga kelgansiz aka? Men shu kredit olish masalasiga keldim. Nima kredit? Mana shu aytsangiz shunga qarab nima qilamiz? Misol bizda mahalla loyihasi kreditimiz bor, 50 milliongacha shaxs kafilligi bilan beramiz. 17 milliongacha pensiya ko'mak kreditimiz bor. Mahalla tomonidan beriladi. Mahalla loyihasi asosida beriladigan kreditlardan asosiy bizga beriladigan kreditlar. Endi boshqa 312 insonlar qarori kredit o'zingiz mana ko'rib chiqasiz, o'zingizga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab chiqamiz. Aytingiz, qaysi kreditdan olmoqchisiz? 17 millionlik biznesga ko'makdan olmoqchisiz. Bundan faoliyat yuritmoqchisiz aka? Tikuvchilik uchun 17 million olmoqchisiz, to'g'rimi? Va agar o'zingizda tikuvchilik uchun sharoit nima bormi? Ko'pincha endi bizda ayol kishilar shug'ullanadi. Masalan, endi oilangizdir, onangizdir, opangizdir, kimdir band qilmoqchidir, siz demoqchimanda, unday olganda. Yangam xotin band qilmoqchiman. Bo'ldi. Aka, menimcha sizlar ham nimalar masalaga kelgan bo'lsalaringiz kerak.